Diqqat qiling, bugun men aytadigan ma'lumot oddiy xabar emas. Bu masala nafaqat nafaqa yoki ijtimoiy yordam olayotgan fuqarolarga, balki ularning farzandlari, yaqinlari, bank kartasidan foydalanadigan oila a'zolari va hujjat ishlarini vaqtida tekshirib yurmaydigan har bir odamga tegishli. Hozirgina ma'lum bo'lgan eng muhim jihat shuki, taxminan 5 million nafar to'lov oluvchi odam xavf ostida qolishi mumkin. Men bu yerda vahima tarqatmoqchi emasman, lekin ogohlantirishim shart. Agar siz hujjatlaringizni, yashash manzilingizni, bank kartangizni, daromad holatingizni yoki oilaviy tarkibingizni tekshirtirmagan bo'lsangiz, to'lovingiz vaqtincha to'xtashi, qayta hisoblanishi yoki sizdan ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday xatolar odamlarni muammoga olib kiradi va eng asosiysi, bugunoq nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni kech eshitgan odam keyin idora yurib, vaqtini ham, asabini ham yo'qotadi. Avvallari ko'p hollarda odamlar ijtimoiy to'lov, pensiya, nafaqa yoki moddiy yordamni bir marta rasmiylashtirib qo'ygandan keyin uzoq vaqt davomida deyarli o'zgartirishsiz olib yurardi. Masalan, kimdir bola puli olardi, kimdir nogironlik nafaqasi olardi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olardi, yana kimdir kam ta'minlangan oila sifatida yordam olardi. Ayrim hollarda ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Ayrim hollarda esa odamning o'zi kelib ariza berguncha yoki mahalladan xabar kelguncha hech narsa o'zgarmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuv kuchaydi. Soliq organlari, banklar, kadastr, FHDYO, migratsiya, bandlik, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya tizimi va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi sizning faqat aytgan gapingiz emas, tizimdagi raqamli izlaringiz ham ko'riladi. Agar siz yordam olish uchun oilada daromad yo'q deb ko'rsatgan bo'lsangiz, lekin oilangizdagi bir kishi rasmiy ishga kirgan bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Agar bola uchun nafaqa olayotgan bo'lsangiz, lekin bola boshqa manzilda ro'yxatda tursa yoki oilaviy tarkib o'zgargan bo'lsa, bu ham savol tug'diradi. Agar pensiya yoki nafaqa bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, lekin kartadan doim boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, bu ham keyinchalik tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men tajribamda eng ko'p uchraydigan muammoni ko'raman. Odamlar to'lov to'xtagandan keyin yurishni boshlaydi. Aslida esa muammo to'lov to'xtashidan bir necha oy oldin paydo bo'lgan bo'ladi. Masalan, pasport muddati o'tgan, propiska o'zgargan, oila tarkibida o'zgarish bo'lgan, bola 18 yoshga to'lgan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tmagan, bank kartasi bloklangan yoki fuqaro chet elga chiqib ketgan. Bularning har biri alohida kichik masaladek ko'rinadi, lekin to'lov tizimida bu katta sababga aylanishi mumkin. Endi kimlar xavotir olish kerakligini aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda, ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam olayotgan oilalar hushyor bo'lishi kerak. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsangiz, oilangizdagi har bir a'zoning daromadi, yashash joyi, mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi va bank orqali ko'rinadigan ayrim ma'lumotlari ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu degani darhol hammaning puli kesiladi degani emas. Lekin ma'lumotlar mos kelmasa, tizim sizni qayta tekshiruvga chiqarishi mumkin. Masalan, bir oilada ona 2 nafar farzandi uchun bola puli olayapti. Ariza berilgan paytda turmush o'rtog'i ishsiz bo'lgan. Oradan 4 oy o'tib, turmush o'rtog'i rasmiy ishga kirgan va oyiga 3 million 500 ming so'm maosh ola boshlagan. Oila bu haqda xabar bermagan. Avvallari bu holat uzoq vaqt bilinmay qolishi mumkin edi. Hozir esa soliq va bandlik ma'lumotlari orqali daromad ko'rinadi. Natijada oilaning daromadi qayta hisoblanadi. Agar belgilangan mezondan oshib ketsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Agar ortiqcha pul to'langan deb topilsa, ayrim hollarda qaytarish masalasi ham ko'tariladi. Ikkinchi guruh pensiya va nafaqa oluvchilar, ayniqsa nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Yoshga doir pensiya olayotganlar hujjatlarini tekshirishi kerak. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda tibbiy qayta ko'rik muddati juda muhim. Agar fuqaro belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tmasa, tizim to'lovni vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Keyin odam, men kasalman-ku, nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab kasallikning yo'qligida emas, hujjatning yangilanmaganda bo'ladi. Uchinchi guruh bank kartasi orqali to'lov oladiganlar. Hozir ko'pchilik pensiya, nafaqa yoki yordam pullarini karta orqali oladi.
Bu qulay, lekin ayrim xavflari bor. Karta muddat tugagan bo'lsa, bank hisobida cheklov bo'lsa, karta boshqa odam nomida bo'lsa yoki fuqaro o'z kartasini qarindoshiga berib qo'ygan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Men ko'p ko'rgan, ona pensiyasini oladi, kartasi esa o'g'lining qo'lida. O'g'il pulni yechadi, onaga olib boradi. Buning o'zi har doim noqonuniy degani emas. Lekin agar ona shikoyat qilsa, qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa yoki tekshiruv bo'lsa, karta egasining roziligi, ishonchnom va pulning haqiqiy oluvchiga yetib borganini isbotlash masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun keksalarning kartasi, PIN kodi va mobil ilovasi begona qo'llarda yurmasligi kerak. 4-guruh chet elga ketgan, lekin to'lov olishda davom etayotgan fuqarolar. Bu yerda har bir to'lov turi bo'yicha qoida har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar fuqaro chet elda bo'lsa ham davom etadi, ba'zilari esa yashash joyi. Haqiqiy ehtiyoj yoki doimiy nazorat bilan bog'liq. Masalan, oila O'zbekistonda deb ko'rsatilgan, lekin amalda yordam oluvchi shaxs bir necha oy boshqa davlatda ishlayotgan bo'lsa, tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Men baribir kambag'alman degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat va ma'lumot mos bo'lishi kerak. 5-guruh oilaviy tarkibi o'zgarganlar. Nikoh, ajrim, tug'ilish, o'lim, farzandning 15 yoshga to'lishi, talabalikka kirishi, harbiy xizmatga ketishi, boshqa manzilga ko'chishi kabi holatlar to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandlari uchun olayotgan bo'lishi mumkin. Farzandlardan biri 18 yoshga to'ldi, lekin o'qishni davom ettirmadi. Bunday holatda unga tegishli ulush qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim uni o'qimayapti deb qabul qilishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, daromadingizni yashirmagan bo'lsangiz, oilaviy tarkibingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda va faol bo'lsa, pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, qayta ko'rik muddatlari o'tmagan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men baribir tekshirtiring deyman. Chunki ko'pincha muammo odamning aybi bilan emas, bazadagi xatolik, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot yoki eski hujjat sabab chiqadi. Real hayotdan yana bir misol. Fuqaro onasi uchun parvarish puli yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordam olayapti. Onaning pasportidagi manzil eski, amalda esa boshqa tumanda yashaydi. Mahalla ma'lumotida bir xil, bank ma'lumotida boshqa, tibbiyot muassasasida 3-manzil ko'rinadi. Tizim buni ko'rganda haqiqiy yashash joyi qayer degan savol tug'iladi. Natijada to'lov kechikadi yoki qo'shimcha tekshiruv bo'ladi. Odam esa meni bekorga qiynashyapti deydi. Aslida masala bitta. Ma'lumotlarni bir xil holatga keltirish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, qo'shnim olayapti, men ham olishim kerak degan fikr. Ijtimoiy to'lovlarda ikki qo'shning vaziyati tashqaridan bir xil ko'rinsa ham, huquqiy tomondan mutlaqo boshqa bo'lishi mumkin. Bitta oilada 2 farzand bor. Ikkinchisida 3 farzand bor. Birida rasmiy ishlaydi, boshqasida mavsumiy ishlaydi. Birida uy kadastri o'z nomida, boshqasida ota-onasining nomida. Birida kredit to'lovlari bor, boshqasida avtomobil bor. Shuning uchun falonchi oldi. Demak, menga ham berishi shart degan yondashuv noto'g'ri. Ikkinchi tuzoq, norasmiy daromadni umuman ko'rinmaydi deb o'ylash. Hamma daromad ham tizimda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Lekin bank o'tkazmalari, karta kirimlari, yakka tartibdagi tadbirkorlik, ijara, rasmiy shartnoma, soliq hisobotlari, avtomobil oldi sotdisi, kadastr ma'lumotlari kabi narsalar umumiy tasavvur beradi. Masalan, odam arizada daromadim yo'q deydi. Lekin kartasiga har oy 5-6 million so'm pul kelib turadi. Bu pul qarz bo'lishi mumkin. Farzandlar yuborgan yordam bo'lishi mumkin, savdo tushum bo'lishi mumkin, lekin tushuntirish va hujjat bo'lmasa, bu shubha tug'diradi. 3-tuzoq. Boshqa odam nomiga rasmiylashtirish. Ayrimlar avtomobilni, do'konni, plastik kartani, telefon raqamini yoki hatto biznesni boshqa qarindoshi nomiga rasmiylashtirib qo'yadi. Keyin ijtimoiy yordam olishda mening nomimda hech narsa yo'q deydi. Lekin amalda foydalanish, pul harakati, yashash sharoiti va boshqa ma'lumotlar tekshirilganda bu holatlar savolga sabab bo'ladi. Men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Chunki bugun bir marta yordam olish uchun qilingan noto'g'ri rasmiylashtirish ertaga katta qarz, jarima yoki sud muammosiga aylanishi mumkin. 4-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul. Ko'pchilik o'ylaydi, davlat o'zi tashlab berdi. Demak, men aybdor emasman. Lekin agar to'lov noto'g'ri ma'lumot, yashirilgan daromad, o'z vaqtida xabar berilmagan o'zgarish
yoki hujjatdagi xato sabab ortiqcha to'langan bo'lsa, qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu har doim ham darhol sud degani emas. Ba'zan to'lovdan ushlab qolinadi. Ba'zan ixtiyoriy qaytarish so'raladi. Ba'zan tushuntirish berish imkoniyati bo'ladi. Lekin men bilmaganman degan gap hamma vaziyatda himoya bo'lavermaydi. 5-nozik jihat muddatlar. Ko'p odam aynan muddatni o'tkazib yuborgani uchun qiynaladi. Pasport almashtirish muddati, nogironlik qayta ko'rigi, talabalik ma'lumotnomasi ishonch muddati, bank kartasi muddati, ariza topshirish sanasi, shikoyat qilish muddati, qayta ko'rib chiqish muddati. Har bir muddatning o'z oqibati bor. Masalan, karta muddati tugasa, pul tushmasligi mumkin. Talabalik ma'lumotnomasi vaqtida berilmasa, farzand uchun to'lov to'xtashi mumkin. Qayta ko'rikdan kech o'tilsa, to'lovni tiklash uchun qo'shimcha jarayon kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat mahalla xulosasi va raqamli baza o'rtasidagi farq. Ba'zan mahalla fuqaroning holatini yaxshi biladi, lekin tizimda boshqa ma'lumot turadi. Ba'zan esa tizimda hammasi joyida. Lekin joyiga chiqib o'rganilganda oilaning sharoiti boshqacha ko'rinadi. Shuning uchun faqat bitta odamning og'zaki gapi bilan cheklanmaslik kerak. Ariza, ma'lumotnoma, kadastr, bank, FHDYO va boshqa hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 7-jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. To'lovlar qayta tekshiriladi degan xabar chiqqan paytda ayrim odamlar men sizning nafaqangizni saqlab qolib beraman. Pul tushirishni tezlashtiraman, bazadan chiqarib tashlayman. Faloncha so'm bersangiz muammo bo'lmaydi deb yurishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Bunday odamlarga ishonmang. Davlat to'lovlari bo'yicha masala rasmiy idora. Rasmiy ariza va rasmiy javob orqali hal qilinadi. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodini, pasport rasmingizni, PIN kodingizni yoki mobil ilova parolingizni bermang. Ayniqsa keksa ota-onangizga buni tushuntiring. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu pensiyami, nogironlik nafaqasimi, bola pulimi, moddiy yordammi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy yordammi? Har birining qoidasi boshqacha. Shuning uchun umumiy gap bilan yurish emas, aynan o'zingiz olayotgan to'lov nomini bilish kerak. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? JSSHIR raqamingiz to'g'ri kiritilganmi? Yashash manzilingiz hozirgi holatga mosmi? Telefon raqamingiz o'z nomingizdami yoki kamida doimiy ishlaydimi? Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, SMS xabarlar sizga kelmaydi. Bankdan yoki idoradan xabarni o'tkazib yuborasiz. 3-qadam, oilaviy tarkibni tekshiring. Nikoh, ajrim, tug'ilgan farzand, vafot etgan oila a'zosi, 18 yoshga to'lgan bola, talaba farzand, boshqa manzilga ko'chgan qarindosh bo'lsa, bularning hammasi hujjatlarda aks etgan bo'lishi kerak. Uyda yashamaydi, lekin ro'yxatda turibdi degan holat ham muammo. Chunki tizim ko'pincha ro'yxatdagi odamni oila tarkibida ko'rishi mumkin. 4-qadam. Daromad masalasini oldindan aniqlang. Oila a'zolaringizdan kim rasmiy ishlaydi? Kim yakka tartibdagi tadbirkor, kim chet eldan pul yuboradi? Kim ijara daromadi oladi? Kimning nomida avtomobil yoki ko'chmas mulk bor? Buni yashirish emas. To'g'ri tushuntirish kerak. Agar daromad vaqtinchalik bo'lsa, masalan, bir martalik qarz yoki davolanish uchun yig'ilgan pul bo'lsa, buni isbotlaydigan hujjat yoki izoh kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqami o'zgarmaganmi? To'lov aynan sizning kartangizga tushyaptimi? Agar keksa ota-onangizning pensiyasi bo'lsa, ularning kartasi qayerda, kim ishlatyapti? Mobil ilova kimning telefonida? Ishonchnoma kerak bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtiring. Oddiy o'g'lim-ku yoki qizim-ku degan gap kelajakdagi nizoda yetarli bo'lmaydi. 6-qadam, tegishli idoraga murojaat qiling. Pensiya bo'yicha pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga, ijtimoiy nafaqalar bo'yicha mahalla va vakolatli tashkilotlarga, hujjat xatolari bo'yicha davlat xizmatlari markaziga, bank muammosi bo'yicha bankingizga boring. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Ariza ism familiyangiz, JSSHIR telefon raqamingiz, manzilingiz, olayotgan to'lov nomi va muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, menga 2025 yil mart oyidan beri bola puli tushmayapti. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lov holatini qayta tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi,
nogironlik bo'yicha tibbiy hujjat, bank rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik yoki bandlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyatda ro'yxat o'zgaradi, lekin asosiy maqsad bitta. Sizning haqiqiy holatingiz hujjatlarda aniq ko'rinsin. 8-qadam, yozma javob oling. Bu juda muhim. Ko'p odam idoraga boradi, og'zaki javob eshitadi, qaytib keladi. Keyin bir oy o'tadi, hech narsa o'zgarmaydi. Yozma javob bo'lmasa, keyingi bosqichda nimaga shikoyat qilish ham qiyin bo'ladi. Agar sizga to'lov rad etilgan bo'lsa, sababini yozma bering deyishingiz kerak. Agar to'xtatilgan bo'lsa, qaysi asos bilan to'xtatilganini so'rang. Agar hujjat yetishmayotgan bo'lsa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozma yoki rasmiy shaklda aniqlang. 9-qadam, xatoni ko'rsangiz, darhol tuzating. Ba'zida familiya noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana xato bo'lishi mumkin. Oila tarkibida allaqachon boshqa joyga ketgan odam turishi mumkin. Kadastrda eski mulk ko'rinishi mumkin. Bunday xatolarni mayli keyin deb qoldirmang. Bugun kichik xato bo'lgan narsa ertaga to'lov to'xtashiga sabab bo'ladi. 10-qadam, shikoyat qilishdan qo'rqmang, lekin tartib bilan qiling. Avval mas'ul idoraga murojaat qiling. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda boshqa vakolatli organlarga murojaat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Meni qiynashyapti deb emas. Falon sanada ariza topshirdim. Falon raqam bilan qabul qilindi. Falon javob berildi. Men bu javobga quyidagi sabablar bilan noroziman deb yozing. Shunda murojaatingiz kuchliroq bo'ladi. Men yana bir narsa alohida aytaman. To'lovingiz to'xtasa, darhol qarzga kirib ketmang, vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. Birinchi kuniyoq sababini aniqlang. Chunki ba'zan muammo oddiy bo'ladi. Karta almashtirilgan, rekvizit yangilanmagan, hujjat muddati tugagan. Ba'zan esa jiddiyroq bo'ladi. Daromad mezoni oshgan, oila tarkibi o'zgargan, huquq tugagan, qaysi bir ekanini bilmasdan turib, hech kim aniq maslahat bera olmaydi. Bugungi asosiy xulosa shuki, 5 million nafar to'lov oluvchi xavf ostida degani hammaning puli ertaga kesiladi degani emas. Bu degani hujjati, daromadi, bank kartasi, manzili, oilaviy tarkibi yoki qayta ko'rik muddati joyida bo'lmagan odamlar tekshiruvga tushishi va muammoga duch kelishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. To'lov to'xtashini kutmang. Hujjatlaringizni hozirdan tekshiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, bola puli, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, bugunoq pasport, manzil, bank karta, oila tarkibi va daromad holatini ko'rib chiqing. Muammo bo'lsa, rasmiy ariza bilan murojaat qiling va yozma javob oling. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham ortiqcha yurgurdan himoya qilasiz. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizda to'lov kechikishi, to'xtashi yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Qaysi hududdansiz va qanday javob olishga muvaffaq bo'ldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun eshitgan odam ertangi muammodan qutulib qolishi mumkin.